Sizlar demak, o'zbek kiril alifbosida yozish ham ko'rishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun biza nima qilishimiz kerak? Xo'p, biza demak darsimizda ingliz alifbosi turibdi. Inglizcha, ruscha turibdi. Biza demak дополнительный настройка tugmasini bosib olamiz. Дополнительный настройка tugmasini bossak, bizda demak o'sha biza xohlagan tillar kelib chiqadi bu yerda. Demak biza bu yerda добавить язык tugmasini bosib olamiz bu yerdan. Добавить язык meniki -11. Demak -11 menda. Shuning uchun ham sizlardan ham shunaqa narsa bo'lib qolishi mumkin. Demak добавить языкka bosamiz. Добавить языкdan keyin biza demak o'zbekchani qidirishimiz kerak bo'ladi. O'zbekchani, kirillchani qidirib topib, bu yerdan keyin pastida Далее tugmasini bosib olishimiz kerak bo'ladi. Далеяni bosamiz. Demak, yana bitta harakat bizda установить. Установitni bosib olamiz. Bizda o'zbek kiril alifbosi chiqdi. Endi men bu yerdan hozir qidirib topaman. Ekran klaviaturasi. Endi biza bu yerda hozir ko'rib olamiz. Nima harakat qilishimizni. Xo'p, mana bu I harfimiz. Demak bizda I harfimiz. Xo'p, keyin I harf, keyin bizda Sh harfimiz va bizda hozir G harfimiz va H harfimiz. Demak biza bu yerda mana shu joylashgan o'rnini ko'rib oldik. Endi biza bu yerdan demak kiril lotinga o'girgan bo'lsak, mana I'ni o'rnida bizada Q harfi turibdi. Sh'ni o'rnida O harfi turibdi. Mana minusimiz o'rnida G harfimiz turibdi. Mana barobarimiz o'rnida, mana bu barobarimiz bilan turishdi. Yumshoq H harfimiz turibdi.